Nimasini gapiramiz bo'ldi? Kobultdan yaxshi lekin. Ya Cobalt ancha yaxshi, to'g'risi. Cobalt ancha yaxshi. FK bilan bir xil. Nimaga FK bilan solishtirdim deydigan bo'lsangiz, FK ham lotkaga o'xshab yuradi. Bu ham xuddi shu lotkaga o'xshab, juda ham miyaqqa harakatlanadi. Shuning uchun undan ancha yaxshi hisoblanadi. Yilni aytmadingiz. Ya, yilini aytmayman, pastini bilan telefon qilsin. 2026-yil keldi va elektromobillarga talab yuqorilashyapti. Sababini aytadigan bo'lsam, benzinli mashinamiz yoki metanda yuradigan bo'lsak, ekologiyaga katta zarar ketkizyapmiz ekan. Sizga zo'r mashina topib qo'ydim, ya'ni 94 ming so'm ko'cha sharoitida to'ldiradigan bo'lsangiz, 400 kilometr ko'rsatilgan, 401 kilometr ko'rsatilgan, lekin 350 kilometr indamasdan yurib berishga mo'ljallangan Beijing U5 mashinamiz. Ichiga komfortini ko'ryapsiz, juda ham komfort. Tak epkaga o'xshatdim to'g'risi men mashinani. Juda ham zo'r chiqqan, mana o'yinlik ko'tarish, elektropovet, center zamok, bu yerda menyular boshqarish sistemasi va median boshqarish sistemasi, bu yerda klimat kontrol nazoratlari, avarinki, home, novi, radio, media va boshqa funksiyalar. Bu yerda esa USB zaryadchilarimiz joylashgan. Korobkamiz robot korobka hisoblanadi, mana shaybali hisoblanadi. Elektronik troslar, rushnoylarimiz va barlarimiz ko'rishingiz mumkin. Bitta kamchiligimiz to'g'risi katta bola orzu qilgan lukimiz yo'q ekan. Bitta shu kamchilik deb topdim. Monitorlarimizda esa bor. Zatniga o'radigan bo'lsa, zatnilargacha ko'rsatib beradi. Mana. Eng qizig'i monitorda o'zidan hamma funksiyalar ko'rsatib turadi, aziz obunachilar. Ko'rishning mumkin. Xo'p, oldin zaryadka qilish uchun zaryadchi joylari, portlarimiz, fara, tumanka faramiz joylashgan, LED fara bilan jihozlangan bo'ladi. Ballonlarimiz esa xo'p, 215 ga 50 R17 ballonlar bilan jihozlangan bo'lar ekan. Bakoy sistemasi chiroqchalar qo'yilgan, sleeper zonasi yo'q ekan. Eshiklar beskuluvchi emas. Bu kamchiliklarni aytib o'tyapmiz. Albatta videomizga like bosib, do'stlarga jo'natib ko'ramiz. Xudo xolasa orqa eshiklarni ochilib yopilishlarini ko'ryapsiz. Juda ham mehki ochilib yopiladi va orqa o'rindiqlari ham juda ham keng ishlab chiqarilgan. Ko'rishlar mumkin. Orqagacha deflektorlar qo'yilgan, USB zaryadchilar qo'yib ketilgan. Mashinamiz orqa tomoniga keladigan bo'lsa, orqa ko'rinishi ham chiroyli dizaynda ishlab chiqilgan. O'sha Beijing yozuvi bilan. Bu mashina albatta yo'llarda ko'rgan, sababi O'zbekistonda juda ham ommalashgan mashina hisoblanadi. Siz ham mashinani skidka narxi, ya'ni naqd to'lov qiladigan bo'lsangiz, mega skidka berilgan. 23 ming dollar sotilgan shu mashina hozir kecha kunduzda 16 ming dollar bilan xarid qilsiz bo'ladi. Rassrochka asosida olamansiz. Hech qanday bank qo'shilmaydi, foizlar qo'shilmaydi, pena qo'shilmaydi. Sizga rassrochka qilib ham beramiz. Ya'ni 18 ming dollarga shu mashinani kelishamiz va 9 ming dollar boshlanish to'lov qilganmiz. Qolgan pulni 1 yil ichiga xudo xolasa bo'lib to'lashdan bo'ladi. Hech qanday pena va foizlarsiz bo'ladi. O'zaro kelishuv asosida. Buning uchun pastki nomerlarga telefon qilsangiz, menejlar to'liqroq ma'lumot berishadi. Xo'p, bagajimiz Cobaltga o'xshab orqa tomondan ochilmaydi ekan. Bu kapot, ya'ni ichkaridan ochilish funksiyasi bilan jihozlangan bo'ladi. Bu yerda ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi mana. Xo'p. Qisqa qolmaslik uchun cruise kontrollar knopkalari mana bu yerdan bagajimiz ochiladi mana. Ko'rishingiz mumkin, bagajimiz ochildi. Ya'ni orqadan kelgan paytida hech kim bagajingizni ocha olmaydi. Bu yerdan esa katta hajmli bagaj. Taxminan 500-450 litrlik hajmga ega. Mashinamizda zapaska albatta bo'lmaydi. Uning uchun mana bu yerda bagaj, ya'ni avto jihozlaringizni, bemalol mashina kerakli jihozlaringizni joylashtirib qo'ysangiz bo'ladi ekan. Xudo xolasa mashinamizni to'g'risida to'g'riroq ma'lumot berdik deb o'ylayman. Xudo xolasa siz videoga kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Bundan buyon haqiqatan ham elektromobil davri keldimi? Fikringizni qoldirishingizni so'rab qolamiz va fikringizni inobatga olgan holatda keyingi videolarimizda savollaringizga javob beramiz. Nimasini aytsak bo'ladi? Biz bermagan ma'lumotlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun pastini telefon qilsang, to'liq ma'lumotlar berishadi. Bizning manzilimiz Qumariq chorrahasida joylashganmiz. 24A Qumariq chorrahasi. Qumariq chorrahasidan shuni kelishingiz o'ng qo'lda Tashkent Motors avtosaloni. Pastini telefon qilsang, lokatsiyalarni tashlab berishadi.